Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, YouTube ishbozlari kanalimizga o'rnashlar kanalimizga xush kelibsizlar azizlar. Mana bizning bugungi yangi videomiz Telegramdan kelgan video bilan davom ettiramiz. Ko'ringlar. Ushbu qo'ylarimiz Buxoro viloyati G'ijdon tumanida turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, ekranga telefon nomerlarini qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib ushbu qo'ylarni xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir ushbu ona bola qo'yimiz ikkinchi qorin tug'ishi. 3 ta bolasi ham qo'chqorcha. Qo'yning ikkinchi tug'ishi. Narxi 4,5 million so'm, narxi estiriladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ham bor. Ko'ringlar, kimga qiziq bo'lsa, ekranga telefon nomerlarini qo'yamiz. Qolgan ma'lumotlarni kanalda qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana video davomida yana bo'g'iz qo'ylardan bor. Hammasi yeladigan tayyor bo'g'izlardan. Kimga qiziq bo'lsa, ko'ringlar. Narxi 2 milliondan 2,5 milliongacha narxlari ularga ham kelishtirib beriladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga. Olaman deganlarga bemalol like bosib qo'yinglar, qo'llab turinglar. Bundan keyin sizlar uchun yangidan videolarni chiqarib olishga harakat qilamiz. Qani marhamat. Hozir ushbu ko'rib turgan qo'ylaringiz hammasi bo'g'iz qo'ylar. Ikkitalik, uchtalik tug'adigan qo'ylar. O'sha tayyor yelan qilib kelgan. O'sha bir oyga qolmasdan tug'adi. O'sha ba'zilari qorni osilib, o'sha tayyorlari ham bor ichiga. Bir hafta shunday arasi qolganlar ham bor. Uzoq bilan bir haftaning ichiga tug'adi qo'ylarimiz. Olmoqchi bo'lganlar ekrangizda telefon nomerlarga telefon qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga. Yana narxlarga telefon qilsalar, yana narxlarni kelishtirib akamiz arzon qilib beradilar, yo'lga qilib olmoqchi bo'lganlar uchun.